Ushlab tur. Nima qilyapsan? 8-tilakni o'qi. 16 yoshga to'lganimda qizil rangli mashinam bo'ladi. Shamlardan birini yoqaman. Falokat yuz bersa-chi? Shuni sinab ko'rmoqchiman. Bordi-yu, bu hazil bo'lsa, avtobusda ketishimizga to'g'ri keladi xolos. Ushla. 16 yoshga to'lgan kunim qizil rangli mashinam bo'lishini istayman. Qoyil. Qara! Qaranglar. Ajoyib mashina. Ey xudo, naqadar ajoyib. Ko'zlarimga ishonmayman. Orzuyimdagi mashina. Marhamat, uni haydashim mumkin. Yo'q. Nega? Axir bu meni mashinam. Bir paytlar dadam bilan mashina haydab ko'rganman. Ha, hech kim bo'lmaganida yarim tunda. Benotanish ayol mashina taklif qilsa, unga darrov o'tirib olavermadi. O'rnashib o'tiringlar. Yo'q, Epi. Mazza bo'ldi. Yerga qo'ndikmi? Xo'sh, qalay? Nima qalay? O'zga sayyora. Kechirasan, Jay. Bugun ko'radigan sayyorang faqat sening maktabing bo'ladi. Menga ovoz berganingiz uchun rahmat. Krista. 8 yoshingdan beri menga hasad qilishingni bilaman, lekin hisob olib borayotganingdan bexabar edim. Buni qayerdan olding? Sehrgar Paridan. Qani ber bu yoqqa. 10 yoshligimda birinchi marta kecha o'tkazdim. Sen ham ortda qolmading, lekin mehmonlarni sotib olgansan. Kundaligimni o'qishga haqqing yo'q. Negadir unda faqat men haqimda yozilgan. 12 ga kirganimda maktab iste'dodlari tanlovida qatnashdim. Sen ham siqulding. Jonglyorlik qilding. Har safar men bilan bellashib yutib chiqqansan. 3-sinfdan beri jonimga tegib kelasan. Qachon bas qilasan? O'zingni ranjigan qilib ko'rsatma. Bayramingga hech kim kelmasligi uchun qo'limdan kelganini qilaman. Mana. Nima bu? Bugun oqshom bo'lib o'tadigan kechamga taklifnoma.